Ha, menga ham tuting. Ha, seni chaching bor-ku. Nozim! Ha, qaynota! Kelinglar. Ha, oxirgi payt siz ham shu ovoryapsiz, qaynota. Tez-tez turaveram, sizga qarab, pashol nariroq tur deyapti. Qilgan ishlaringizda ayabdan jag'i qiyshayib qopti. Ay yo'q, yonchini oldirganda narkoz ta'siri. Kelinglar. Kuyov bola xush kelibsiz. Bu meni xizmatdoshim, hindistonlik, mehmon bo'lib ketdi. Namaste. Здравствуйте. Kiyovjicha, latta hai? Ay, kuyov bo'lsa mana shunaqa bo'lsin-da, iftorlikka poli shirinliklarni olib keldim. Mazasini aytmaysizmi? Shirin va qarsildoq. Bolajonlar ham zo'rna sevganda bu. Hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqilaveradi. Hindistonga ham berib yuboramiz, uka. Dadasi iftorda nima ovqat qilay? Kuyov bola siz ayting, iftorlikka nima ovqat qilsin? Mol go'shtidan bitta yaxshi sho'rva tashasin. Mol go'shti? Ay, ye. Mol go'shtini yeyish kerak, quvvat bo'ladi. Molga ham sig'inadi. Ha, bitta qiling, bezin sariblar. Mana qil 3 marta qaraverma.